Assalomu alaykum. Sizda nevroz, xavotir bo'lsa va men hammasini tushunib turibman degan fikr bo'lsa va nima uchun siz natijaga chiqa olmayapsiz? Siz juda yaxshi tushunishingiz mumkinki, sizda xavotir bor. O'qiysiz, ko'rasiz, tahlil qilasiz va mantiqan rozi bo'lasizki, bu infarkt emas, insult emas, aqldan ozish emas va hayotingizning oxiri emas. Lekin shunga qaramay, tanangiz go'yo xavf yaqindek yashashda davom etadi. Yurak tez uradi, nafas yetishmaydi, ko'krak qafasida bosim hissi, tomoqda tiqilish, bosh aylanishi, tumanli fikrlar, yonish hissi, uyquchanlik yoki karaxtlik, holsizlik, ko'ngil aynishi, tana silkinishi, uyqusizlik, ichakda notinchlik, ich ketishi, tez-tez hojatga chiqish, derealizatsiya hissi va eng asosiysi ichingizda doimiy his menda nimadir noto'g'ri. Ana shu joyda eng og'ir tuzoq boshlanadi. Siz go'yo hammasini tushunasiz, lekin xavotir ketmaydi. Chunki muammo axborot yetishmasligida emas. Muammo xavotir allaqachon tizimga aylangan. Sizning miyangiz har qanday tana signaliga xavf sifatida javob berishga o'rganib qolgan. E'tiboringiz avtomatik ravishda simptomlarga yopishib qoladi. Tanangiz doimiy taranglik holatida yashaydi va shunda tanish aylanma boshlanadi. Qo'rqasiz, o'zingizni kuzatasiz, o'zingizni yana xayolan qanday simptom borligini nazorat qilishni boshlaysiz, qochishga harakat qilasiz va yanada kuchliroq qo'rqasiz. Va buning narxi esa juda baland. Siz to'liq yashashdan to'xtaysiz, yolg'iz qolishdan qo'rqasiz. Sayohatlarni kechiktirasiz, yo'ldan, samolyotdan, metro, kafe, savdo markazlaridan qo'rqasiz, yomon uxlaysiz, charchagan holda uyg'onasiz va butun energiyangizni yashashga emas, balki shunchaki chidashga sarflaysiz. Shuning uchun faqat tushunish yetarli emas. Bitta maslahat yetarli emas. Bitta video yetarli emas. Agar muammo tizimga aylangan bo'lsa. Chunki bu yerda shunchaki tinchlanish emas. Bu yerda butun mexanizmni tushunish va qayta qurish kerak. Shuning uchun ham men ko'pincha konsultatsiyalar hamda kurslar paketini tavsiya qilaman. Chunki bu shunchaki ma'lumot emas, bu chiqish yo'lining to'liq tizimi. Avvalo siz nima bo'layotganligini chuqur tushunasiz, nega tana bunday reaksiya qilayotganligini, nega simptomlar saqlanib qolganini, nega xavotir qayta-qayta kelayotganini, nega siz aylanmada yurib qolganingizni. So'ng esa amalda qo'llanadigan aniq qadamlar va instrumentlarni olasiz. Shunda siz vaqtincha yengillik emas, balki haqiqiy o'zgarishni boshlaysiz. Natija shunday boshlanadi. Simptomlardan kamroq qo'rqish, panikaning kamayishi, tanada qanday o'zgarishlar bo'lyapti, bularni kamroq nazorat qilishni boshlaysiz. Yaxshiroq uyqu, ichki xotirjamlik, erkin hissi, ko'proq energiya, o'zingizga tayanish hissi va nevrozga xizmat qilmaydigan hayotga qaytish. Ko'pchilik shundan keyin shunday deydi: nihoyat tushundim men bilan nima bo'layotganini va nima qilishim kerakligini. Qachonki insonning ichki holati tartibga tushsa, qo'rquv o'z kuchini yo'qota boshlaydi. Agar siz juda ham ko'plab shifokorlarda davolanishdan hamda o'zingiz yakka kurashishdan charchagan bo'lsangiz, sizga faqatgina bitta ma'lumot emas, balki aniq tizim kerak bo'lsa, marhamat, murojaat qilishingiz mumkin.